Nimalar yo'llagan mahalda. Eshitdingizmi? Men aytdi demang. Mana shu bog'dagildi qizi yurishlari cho'ta, boshqacha aynigan. Unaqa demang, eshitib qolsa-chi? Voy eshitmaydi, qaqa eshitadi. Otni kallasida naushniga turibdi qulog'ida. Eshitdingizmi? Mani aytdi demang tag'in. Bog'dagildi qiz bor-ku, tegit bilan qo'llashlashib turganini ko'rdi. Yigiti bor ekan. Xorosda. Voy sharmanda. Mana aytdi demang. Bog'dagildi qizi bor-ku. Yigit bilan quchoqlashib yurgan ekan. Keyin sezdingizmi, qori ham qipayib qopti. Voy sharmanda. Hozirlarga ishonchim qilmabdi-da. Voy tavba. Voy Fatma opa, meni aytdi demang, ana qo'shningizda qizi qorni qappayib, doktor yurganmish. O'zi aytuvdim, cho'ta yurish bejo deb. Bog'dagul, sho'ringga sho'rva to'kildi. Qaydasan? Voy Bog'dagul onajonim, bechoraginam o'zing yersiz o'tganday qizing ham kuydirga chiqdimi? Qizingni deb qon qisib, qon yig'lab o'tiribsanmi? Kiyimlaring ham jiqqa qonga to'libdi, qara. Ya bu qonmas, Nima bo'lmasa? Ya vahimang qursin. Ana gilosdan kompot qilib ichatdim, mana oldimga to'kilib ketdi. Siz endi kiyimingdan gilosi dog' ketmasa kerak. Nimaga ketmaydi? Bundan ham battar dog'larni ketkizganman. Sho'rtakkan ekan. Nimada ketkizgansan? Albatta Bavida ketkizaman. Bavi eskirgan dog'larni ketkizadi. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan. Oq kiyingizni oppoq qilib beradi. Chirib ketgan ana posudalarni chirkin tozalab, yalqillatib beradi. Eng asosiysi gipoallergenniy. Ey dugonajonim, kiyimingni dog'ini ketkizarsan, lekin qizingni xatosini kislota sepib ham ketkiza olmaysan. Nima deyapsan boyadan beri? Qizingni xatosi deysanmi? Meni aytdi demagin, mahallada duv gap. Qizingni bir yigit o'g'irlab, ikki qat qilib qo'yganim. Mani aytdi demang-ku, o'sha kun naushnik ishlamayotdi, g'iybatchi qo'la. Eshitdingizmi? Mana shu bog'dagildi qizi aynigan. Ana yurish-turishlar boshqacha bo'lib qolgan. Unaqa demang, eshitib qolsa. G'iybatchi mejaginga men aytdi demak-ku, bu ham kam. Va nihoyat erga tegdim mana. Yasha. Yura. To'yinga to'yona. Baxtli bo'l. Ko'rdingizmi? Men kelin baraka keldi-da. To'g'ri. Shunaqa ekanda. Onasi qara. Ko'z temasi 3 kundan beri go'shiga yotibdi. Qarang-a. To'g'ri. Ayni biz keldik, orqamizdan baraka kirib keldi-da. Bo'lishi mumkin. Dada, yomg'ir yog'yapti. Barakani sezyapsizmi, his qilyapsizmi? Zo'r ekansan, zo'r. Dadjon, Oyjon, men ketdim onamnikiga. Bo'pti, onangga salom ayt. Ayshvarani qarang o'ynagan. Yep, qadariga chalpak svet o'chdi. Nima puli tugandimi svetni? Nima o'chadi? Nima o'chirishdi? Ana svet keldi. Ko'rdingizlarmi? Men gapirishim shart emas. O'zlaringiz uchun bilolinglar bo'ldi. Aka texnika olmoqchi edik, yosh oilaydik. Ko'rdingiz? Men kelgandan keyin baraka yo'g'ilib keldi. Texnikalar olyapsiz. Nima vazina? Men tug'ilganimdan Lareto texnikalarini olaman degan niyatim bor edi. Laretoning kir mashinasini bilasanmi? Parnoy sistemada ishlaydi. Kiyimlardagi viruslarni o'ldirib, allergiya chaqirtirmaydi. Wi-Fi bilan ishlaydi. Telefoning bilan boshqarib o'tirsang bo'ladi. Xolodilnikning qara kattaligini bu no-frost tizimida ishlaydi. Hamma joyini bir xil muzlatadi. Svet o'tsa ham 12 soat ichidagi narsani muzlatib turadi. Gazlarini qara, baquvvatgina zo'r ishlaydi. Mana bu vitishkasi borki, vang qilib asabingga tegmaydi. Inverter motori, tokni kam yeydi. Lareto texnikalari Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Servis xizmat ko'rsatishiga 3 yil beradi. Butun respublika bo'ylab. Motorlariga 10 yil garantiya beryapti. Barakasini bersin menga ish qilib. Shaqqa ham qo'yshding-a barakani, ha? Shaqqa ham qo'yshding-a? Barakaniki-mi? Ayting. Yo'q. Ayting. Ha, bak shunaqasi. Tinchlikmi dadajon, nima bo'ldi? Ukangni sudidan kelyapman. 3 yil beradimi deb umid qilib o'tiruvdim. 10 yil berib bordi. Ko'zmi dadajon barakani? Men kelgandan keyin 10 yil berib o'ribdi-da. Sen jinnimi? Sen jinnimi? Barakami? Sen jinnimi? Bu baraka emas, palakat-ku. Yo'q. Qayerga? Onangiz. Yomg'ir yog'di, chak, tayyor bo'lding kelinchak.
Ko'rmagan uyga kelin chaqirdi, balon bormikin to'g'ri. Hey, men aytdim, lekin to'yga kreditga olib qilishdi. Yo'q, Ko'pga qarab oyoq uzatdim. Mana qarang, yag'irligini yozib qo'ygan. Tomba Yanga, rahmat. Kunni dil bilmasmi? Nimaga? Qarang, qo'y bersa bizni ham yutib yuboradi-ku. uyalib ketyapman o'zimman. Sen bu joyga chiqqanda aytib chiqingmi? Atrofni bo'lsin, Dasmonga semchga ham qo'yadim, astag'firulloh. U ko'zimga siq ko'rinyapti. Kim bo'ladi? Qizlari bilaman. Qizlarni? Semchkalang shirnagina. Bu kelinga. Olinglar, xudolar, olinglar. Olinglar, Alloh akbar. Ertaga yoppasiga bizga chaqirdik. O'taverasizlar, ketdik yanga. Kelin oshqozoningiz bezovta qilmayaptimi? Nima bo'ldi? Nomuslarga o'ldirdingiz-ku. 3 kunlik kelinlar shunaqa bo'ladimi? Tavba qildim, mehmonga borib tuqqaningiz tuqqan. Ertaga ammangizga mana shu hunaringizni qilsangiz, javobingizni beraman. Hop. Javobni er bermaydimi? Yoppasiga xush kelibsizlar, hurmatli mehmonlar. Yeb ichib o'tiringlar. Kelindan sizga. Voy rahmat. O'tiringlar sizlar ham. Opasiga kattarog'ini berib, menga tiftasini berib pasko'da. Xush kelibsizlar. Olinglar, uzatib yuboringlar, xolajonlari. Men kelinjon sizga. Yo'q, amajon yemayman. Voy, esim qursin. Sizga tog'araga sap kelishim kerak edi. Voy, piyolacha sop keling, ko'nglingiz bo'lmayapti. Ang kelin. Mana amajon. Yanami? Hozir. Yana. Bo'ldimi, buni ham ichasizmi? Yo'q, men piyolada ichaman. Ko'p gapirmang. Oling, yugurdaymanmi sizga? Kosada ichib ola qoling. Aqot shirin. Voy, kechirasiz yanga. Buningiz ochapat desam beparasat ekan. Yaxshiyam menda bavi bor. Bu Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Oppoq kiyingizni paxtadek oppoq qiladi. Mana bunaqa dog'-dug'larni ham yo'q qilib yuboradi. Keliningiz uymagan idishlar chiq bosayotgan bo'lsa, ularni ham tozalaydi. Hipoallergenmi ekan? Конечно. Voyjon, amajonda kavaqo deydimi? Ha, ko'rdim. 10 piyola osh bilan 10 piyola sho'rva ichdingiz. Kamiga beparasatligingizni ko'rsatdingiz. Vo'g'e. Yuring, uyda gaplashamiz. Bering sumkangizni ko'taraman. Ya qo'ying. Bering. Ya qo'y. Voyjon. Babim qaniydi? O'z opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onam mishtonining ichida. Do'stlar, mana bugun uzoq qishloqda yashaydigan bir ona va 2 qiziga yordam berganmiz. Bugun yana bularga mana sovg'alarimiz bilan keldik, bulardan intervyu olamiz. Yaxshimisizlar? Yana keldinglarmi? Kelinglar. Mana onani o'zlari kelyaptilar. Onam bizdan xursandmisiz, bir duo qiling. Rahmat onangga. Boshqalarga ming la'nat. Tikka aytaver. Ko'timni kavlamasin. Tikka ayt, xo'pmi? Onamni o'ynashi Tatarni uyi kuysin iloyim. Jo'ra. Sen meni axtarma, Hasan aka. Men sizdan xafa emasman. Shu joylarga keldim, uy-joy qildim, yo'qmadim hali. Onajon, sizni kuzatib yurganlar juda ko'p. Ular hammasi mehribonda. Mana shu tabakani bir reklama qilib beringchi. Nima go'sht bu? Tovuqmi, xo'rozmi? Bilmas. Qayerdan bilaman? Buni hidlab olingizlar, ana o'lsa bo'ladi-da. Men Rossiyada yurib, o'zbekchani bilmayman, ruschasiga ana o'lsa bo'ladi. Tuzi ham yaxshi emas. Biz bunga zirra sepadi, bir narsalar sepadi, tuz sepadi. Keyingi safar poda go'shab kel. Xo'p, xo'p. Qizlar, sizlar nima deysizlar? Men bu yoqdaman. Tikka gapirgin, qo'rqmagin, onamni o'ynashi degin. Men gapim bor. Menga qaranglar, o'rta saroy ahli, chirchiq ahli. Meni orqamdan gapiribsanlar, jinni debsan, g'ilay debsan. Qayta ko'rding meni jinniligimni. Qaysi balansada isprapkan olib kelib berding. O'zi opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onam mishtonining ichida. Sizlarning jahli bekorga chiqmaydi. Uyqu bermaysizlar. Shunga jahli chiqib ketaveradi. Sizlar ketaverasizlar. Onam ham ketadi, dadam keladi. Dadam ketgan joydan qaytib kelmaydi. Dadam kelmaydi, Tatar xotiniga ketgan. Mana aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mana shu qizlarimiz shu uylarda yashashadi. Chayon ilonlarga to'lib yashaymiz. Uyqu bersin, ayting.
U ham bo'ladi xolajon, xalqimiz mehribon, bolajon xalq. O'zlarining bolalaridan ortsa, sizlarga o'xshagan tekinxo'rlarga albatta uy olib beradi. Mana shu pastda karta raqamlaringizni qo'yamiz. Qanaqa karta? Sim kartamni qo'yasiz. Sim karta? Ha, menga qaranglar sizlarga. Men boshlang'ich to'lovini to'lab berganim bilan, lekin o'zlaring ishlab pul topib to'lashlaring kerak. Ish kerak. Qizlarimga ish kerak, ishlamoqchi. Chirchiq ahli. Menga ish kerak. Smena. Kechqurun bo'lsin. Ertalabga sog'ligim to'g'ri kelmaydi. Dilbar, kechkisi men qanaqa ish? Yotib, mazza qilib pul ishlayotgan ish. Ey qizlar, orqalaringni tozalab yuringlar. Meni sasiq deysan, siqirt deysan, tellaydi deysan, cho'milmaydi deysan. Men tellab yursam ham vlajniyim bor. Artinib yuraman. Senlarga o'xshab sasimayman. Hozir issiqku cho'milib yursanglar bo'lmaydimi? Kerak bo'lsa vannamiz ham bor. Lekin cho'milmaymiz, allergiyamiz bor. Vlajniyda yaxshi-da. Ha. Hidi xushbo'y. Mana xitlaysizmi? Mana. Ey, rahmat, o'zi shunday kelib turibdi. Sizlarga ham boryaptimi, bilinyaptimi edi? Onam faqat doktor emas. Dadangdan qolgan aroq bor, shifa bo'ladi. Onam zakskasi yo'qmi? Ey, yo'l, alkashni bolasisan-da. Onam betim shishib ketdi, menga nima bo'ldi? Voy, egiz chiqqan sappini oldiga olib boray, bir tepib qo'ysin. Yur. Faqat doktorga emas. Xo'p. Shishib ketdi. Ey, qizingni momolar tepgan-ku. Ha? Nima qilish kerak? Buni har tepganimga yuzidan tashlamasang o'zim ko'rish mumkin-da. Mayli. Yo, shop momalari. Ay, voy qizim. Mana non deyvajon qizim. Yo'q, yemayman, og'riyapti. Sen ilgari bo'lgansan qizim. Yur, ilgariga boramiz. Ketdik. Yo'q. Yur. Och dedim. Qizingiz mana ip yegan opa, yomonlashida bu. Voy, qop-quruq-ku. Hali yangida, ha? Yo, ana ilmi amal yangi demoqchi edim. Tezorim chaqiruvdilar. Yo'q. Onam men chaqiruvdim, qo'rqib ketsinlar. Xola qizingiz yomon shamollab ketibdi. Bilaman, sovuq suvga cho'miltiraman-da. Nima, issiq suv yo'qmi sizlarda? Gazimiz yo'q, svetimiz yo'q. Ya xola, shu ham muammomi? O'rikzorda siroj purimimda katyonlari xohlaganingiz bor. Sizlarga o'xshaganlar uchun u svetli, gazli suv yoqda tursin. Ko'mirli, o'tinligi ham bor. Xohlaganingizni ishlatasiz, xohlaganingizni issiq suv qilib beraverasiz qizingizga. Voy, nima kerak endi? Yoz keldi. Kasal bo'lsa kilnasilatib yuboraman. Sotib olaylik onajon. Boshi omon bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Qani chiroylilar, kimning kasakchasi bor, kimning netto ishlari bor. Olaman u ketaman. Nima qilib? 8 o'ynashim bor. Bitta qo'yga ham indamay anaqa yuribdi gaplashib. Sizga yolg'on, mangachim bitta netto ishga dollar pochen. Kim u? Nima sotib olaman dedi? Kelinglar haloyiq. Haloyiq kelinglar qani. Pochinchani boshladik. Kep qolinglar, olaman, ketaman. Nima deyapsan, lo'li bashara? Bitta netto ishingizga bitta dollar beraman deyapman, apacha. Meni netto ishim umuman yo'q. Hech kim aybini qilganini hech kimga aytmaydi-ku. Masalan, men narigi mahalladagi Tursunmurod bilan yurganimni aytdimmi sizga? Sizga aytdimmi? Avnaqa bo'lsa birinchi bo'lib men chiqarganman deysiz. Buni yeri bilan yurganman. Men buni o'g'li bilan yurganman. Men bu to'nkani yeri bilan yurganman. 80 kilo chiqdi. Aytdim-ku men sen lo'qqa 8 tasi bilan juratdi. Okey, 8 ta dollarcha. Mana ko'rdinglarmi, hayotda ochiq boshinglar shunaqa pullar kelaveradi. To'xtanglar, men chiqaman. Hayajonlanmang, hammaga yetadi pul. 40 kilo bosibsan bacham. Nima qilarding, to'g'risini ayt. Bitta o'tirganimda, hech nima qilganim yo'q, endi biron nima qilishim kerak edi. Dori sotganlar ham bo'ladimi, opa? Protsentga pul berganlar-chi, suxurlar. Tarozidan urganlar ham bo'ladimi, o'rgili? Menga qarang, bog'chada bolalarni rosa uramanda, keyin bolalarning haqqini uyga olib ketaman. Uyga uradimi? Hammasi bo'ladi, o'rgilaylar. Ana shuncha dollarlar kutibdi sizlarni. Sizlar deyishi. 70 kilo. Men fake akkaunt ochib hamma mashg'ulotga yozib o'tiraman. G'iybat qilib. Menga qarang, lo'lobcha. Men folbin yuraman-da, u ham bo'ladimi? Qanishni bo'ladi? Ana shunaylar kerak-da. Kelinim uyini buz bordi, 3 ta bolasi bilan ko'chma-ko'cha xor bo'lib yurdi. Endi ukam onasi o'tmaganiga uylantiradi. Chiqqani bacham, sen yomon og'ir bosasan lekin. 100 kilo.
Endi akam mo'ylasini o'qitaman, ketdim. Endi apachon siz chiqing. Siz echeret sizga keldi. Yo, men chiqmayman. Men bularga o'xshagan iflosmasman. Yoshligingizda bir xatpat yozgan joylaringiz yo'qmi? Bo'lgan. Ana shunga $100 beraman, kommunalka choy ziyopasingiz chiqing. 10 kilo. 10 kilo. 200. Yolg'onchi bu, kazyol bu. Lo'liga shammalar. Apajon, bu 200 ni faqatgina g'iybat qilganlar uradi-da. Siz g'iybatchani yomon bosasiz-da, terisini ayting. Bir hammada bo'ladi-da endi. 2000 dollar apajon. Shuncha pula endi bularga nima olsam ekan? Qalani lo'la. Ha? Shuncha bergan dollarlari tuproqqa aylanib qoldi. Ha? Yo'q. Banda bo'ldim. Men nima hech kim olmaydi-da, Tursundan boshqa. Tursun choqiringlar menga. Hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishka qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim, ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chisni qo'shib salat. Voy, nari qarab gapiring, og'zingizdan chisni hidi keladi bir. Shipshingizni yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Ha? Tirikoyingiz ko'ta yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Uy. Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku. Mana bari parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xom ashyosida qilingan. Xotin hamma hozir reklama qilyapti-ku. Aptini qaraman xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi. Gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, ko'k suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola, kim eding Lola? Kamil Lola. Ana blogerman, yeridan shashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yerda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazoxonchini aytaman. Dadasi. Ya tavba qildim. Nima qilyapsiz bu yerda? Siz ana ko'm-ko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men mana Lologa ishonib aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. Xotining namuncha ko'p cho'miladi, ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milyapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga naqllena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba. Menga qarang. Akangiz xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq uyinamizga oling.
Ona, ana makaronkali o'g'liz borku, sizni aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyda o'zini nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangicham aytib eshitdim. Voy noshukurlar ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Ana yerda enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiyam chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yes. Da. Choydan qo'ying yangacha, bu kunlarni necha yil kutdik-a? To'g'ri aytasan, to'yimizga 3 kun bo'ldi. Maza o'tkazib oldik-a. Nimasini aytasiz, oyi, zo'r bo'ldi-yu. Mabodo yangilik yo'qmi? Ona, ha? So'radim prosta. Yangacha qarang-da, nimani sezyapsiz? Yaxshilab qarang. Hech narsani sezganim. Yaxshilab qarayapsizmi? Onam bunisi hech qachon yangilik bo'lmaydi. Uf, kelin, qachon bir yangilik aytasiz? Ana yangilik bor ekan-ku. Bilan dasda uyquyam yo'q ey. Voy boshim, miyam qani. Voy. Bu shovqindan chidolmayman. Voy boshim. Voy kelin, bolaga qarashni qachon o'rganasiz-a? Biram o'quvsiz kelin olganman ey. Nevarangizga olib kelgan arzon tagligingiz ko'tini qizartirib yubordi. Shunga yig'lab yotibdi. Ey, arzonmi, qimmatmi, nima farqi bor? Ko'tini yuvib, tuproq sepib ishlating. Bizning davrimizda dor-dor kir yuvardik. O'lganimiz yo'q. Sizga o'xshagan qurumsoq qaynonalarga oyijon, pompi tagligi ham bor, arzon narxda. Allergiya chaqirmaydi, namligi o'zida saqlaydi kamiga. Havo o'tkazuvchan butun respublika bo'ylab shu nomerlarga aloqaga chiqib, dilerlik yoki hamkorlik qilish ham mumkin. Biznesda 80% odamlar sizga o'xshab narxiga, 20% odamlar sifatga qarab taglik olayotgan bir paytda oyijon, hammasini o'ziga jamlab, narxi sifatiga nisbatan ancha arzon. Sifat bo'yicha ham, narx bo'yicha ham любой eng zo'r tagligingizni ketiga tepadi oyijon. Indamasdan 4-5 ta bolani qatorasiga tug'ib katta qilsa arziydigan taglik bu oyijon. Shunaqa. Ekonomishni bo'lsa ikkinchisiga qachon harakat? Siz kimsiz? Men kimman? Betini qilyapman. Keliningizga nima qildi, oyi? Indama, ijodkor ijod qilyapti. O'qishga kirganingdan keyin nimalar bo'ladi? Qizim hali o'qiydi. Endi uyning eshiklari sovchilar uchun 4 yilga yopiladi. Balki sen erga teging kelayotgandir, lekin bu itga ham qizumas. Zato o'qishga kirding. Endi seni oliy maqsading bor, ya'ni Instagramga kirib, bio-ingni o'zgartirish. O'qishimiz qisqartirilgan oti qanaqa? Modis. Bo'ldi, uje sendan zo'r yo'q. Endi o'qimasa ham bo'ladi. Institut bu maktab emas, bu yerda har xil odamlarni ko'rasan. Qora bolangga. Qaraychidim, darsim qolib ketyapti. Akajon, payzat ziyodasi akajon. Robga har doim o'qing birinchi yetib keladi. Rep texnik qachon ketamiz? Hozir adasi dars tugasin. Oldin kishingga ham kirmagan bu g'alati odamlar endi seni kursdoshlaring. Bunisi kim endi? O'tirib qolayotganingni tan olgan oying oxiri sovchilarga eshiklarni ochadilar. Qizingiz kontrakt o'qiydimi? Ha, kontrakt o'qiydi. Bu kontraktda hamcha arzimagan 38 million. Institutda ham sovchilar faqat grantga kirgan qizlarni poylab yurishadi. Yaxshi ham grant kirganman, yemasam qiynalib ketardi. Grant dedingizmi qizim? Asalim, mani grant o'qiysizmi? Voy, mani bolam bor. Voy, namarim bor ekan. Mana 4 yil umring o'tdi, diploming ham bor, lekin tayinli erdan daray yo'q. Eshiklaring esa ertalabdan kechgacha ochiq. Taq. Hammada shunaqa dugona bor. Zebo qara yigitim mani, ina margaritaga cho'zib. Qo'rqma qilma, Honda Cryder 17 ming turadi, Xitoy mashina bitta Gentrani puli. Bilib olmami, mashina 32 ming. Bu Cherry 30 ming turadi. Men bu 300 ming vahma qilishga arziydi. Qizlar shunaqa mashinalar narxini bilmaydi-da. Asanga bo'lsa yodlab nima zararlar. Ammo uchrashuvga chiqqan yigitimni sostoyanasini shundan bilib olaman deydi, voy. Restoranga olib boryapti. Arzonmi, qimmatmi bilib olmayapman. Menyuning narxlardan bilsang bo'ladi-ku. Har safar qornim to'q deyman-da ularga. Mana
ismi Shodir. Bugun meni taqoda tashlab ketdi. Qanaqadir firmada ishlaydimi? O'ziniki emas bu mashina firmaning nomida. Nomerdan bildingmi? Ya, basharasi aytib turibdi-yu. Qalay? Qo'lida turar ekan. Yo, mana bu gaplashsa bo'ladim. Face qo'yliqqa tortadi. Oho, bu oddiy ko'ringani bilan qimmat gul, etikdan mahkam shu bu bolani qo'yib yuborma. Shunchalik aqlli ekansiz. Nima o'zing shu paytgacha erga tegmagansan? Hamma haqiqatni bilsang ham erga tegolmas ekansan. Pali-bomu kimdir aldash kerak ekan. Sizlar bilan yotoqxonada tursang nimalar bo'ladi? Endi seni narsalaring saniki emas. Har kungi tong bitta molni qo'ygan buzinligini o'chirish bilan boshlanadi. Balki men birinchi o'tkazib yuborasizlar, sochim uzun-da. Yetmaganiga bitta kurs baland o'qiydigan ona xotin bo'ladi-yu. Joylarni yig'ib ketinglar, kechga kelib qoladi. Ikki kishining kiyimi nima qoldi bo'pti? Men Jahon akamga va'da berdim, dazmol qilib qo'yaman deb. Har kuni nimadir yo'qoladi. Bir kun shampun, keyin tish pasta, sprey, AirPods, tish cho'tka. Oxiri o'zing ham yo'qolib qolasan. Eng alamlisi charchab kelganingda xonadoshingni zemlaklari kravatingga o'tirib olgan bo'ladi-yu. Bitta chiroq etsang kelaychiydim. Sanab sekin bezlashib ketasan, lekin xolodilnikni ochib ovqat yemoqchi bo'lganingda ertalabki rizqim, xudodan qo'rq. Men вообще yetimman. Oyi Toshkentdan uyoqlik Iskandar Buildings Mavrid mavzesidan boshlang'ich to'lov bilan oyiga 6,5 milliondan to'lab yursang bo'ldi ekan. Xuddi qiynalib ketdim. Har 3 kunda bir qilinadigan tayinli majlislarni eslashni ham xohlamayman. Lekin gashti bor. Har xil viloyatdan do'stlar orttirasan. Achigan ovqat yeysan. Любой narsa solingan ovqat yeysan, Ovqat bossan. xonada bor hamma narsani qozonga solaman. Nima chiqsa chiqadi. Yaxshilik qilib dazmol berasan. Bir joyiga tiqib obga berishadi. Dazmolingiz o'zi buzuq ekan-a? Taq. Kvartirada turadigan qizlar hayoti qanaqa bo'ladi? Har kuni kimnidir mehmoni keladi. Zebosa mehmonimi bu? Yo'q, sevinchi mehmoni bo'lsa kerak. Sevinch ham qizlarning mehmonimi? Yo'q, Zebon mehmonidir. Bu joyda begona bo'lsang ham 5 kun yashab ketsang bo'ladi. Uborkada har doim kimdir uxlab qoladi. Aytib qo'y, tualetni men tozalamayman. Men ham tozalamayman. Men ham tozalamayman. Unda kim tozalaydi? Uxlab qolish bu ishdan qutulish emas, qaytanga eng yomon ish sanga qoladi. Kech qolsang sanga ko'rpa yo'q. Kimdir uydan ko'rpa olib kelmagan, lekin o'sha kimligini hech kim bilmaydi. Bir kun ustingga kurtka, bir kun chochiq, bir kun korobka, bir kun stul yopib yotishingga to'g'ri kelishi mumkin. Qizlar ovqat qilaylik. Qornimiz to'q. Bo'pti, o'zimga qilaman. Qo'lingni to'g'idi-ku. Voy, yaxshi shu tekasa kalti berib chiqaring kiraylik. Men seni kalt borib kutib o'tirdim. Kvartirada tursang ko'p ko'chada qolib ketasan. Qornim och qoldi. Mana menda strobar bor. Menga hozir strobar kayfiyat qo'shadi aksiyasi ketyapti. Shartlari Reels ostida strobar deb yozish kerak. Strobarning rasmiy Instagram sahifasiga obuna bo'lish kerak. Strobar mahsulotini iste'mol qilib, strobar profilini atmetga qilib stories qo'yish kerak. Izohlarda qancha ko'p strobar deb yozsa va qanchalik ko'p stories joylasa, shunchalik yutish imkoniyati oshadi. Sovg'alarchi? MacBook, iPhone 16 Pro, Apple Watch, AirPods, Samsung planshet va strobar set. Ketdingiz o'qib ketin tepada kutamiz. Aksiya 15-fevralgacha davom etadi. Qizli eshik ochiq ekan. Tak. Voy, mana qarata kimni bolasi? O'zi ham moymunchaga o'xshaykan-a? Xo'p, meni bo'lamidi? Men ketaydi. Qizim, bichika opa o'tiring. Jiyanim tanimaysan, tuzukam opamni bolasi-ku. Uzr so'ra, uydiradi. Voy, uzr opajon, siz oppoq, pochcham oppoq. Nima bu bolangiz qora tappi? Yoqoningizda kiyib ketganmi? Do'dircha. Opa ketaverasizmi? Taytosi xalta surma o'qimaganmisan? 5 oylikdan keyin bola tepishni boshlaydi. Siz meni qo'ying, nima unda dadajonda raqsga tushyapman. Uyishakmanda mingro, qaynota ham shu ta'zil qilami? Men ham jo'g'atishim kerak-da buni. Bo'pti, Farvardacha, men so'z to'rasha ketyapman. Uyga klinik chaqirib qo'yganman. Kutib olarsizlar? Постоянно shetasi. Shuni bir kun oldin aytib qo'ysangiz, gilamlarni jubuylar tozalab qo'ymayman. Ularni oldida endi nima degan odam bo'laman? Ya kuydirdi-ku bu dovdir. Kliningda o'zi uyni tozalatgan chaqiryapman-ku. Oy kun jetganda ham jirradim o'baraman. Yo'q, to'xtab turing, avval chaqaloq tug'ilib olsin desa kerak. Bir qaynov ukam mingro. Mayli, ojon, yaxshi borib keling. Menga qarang, bugun hamsiyaniki to'y keladi. Baldir-shaldir qilib sovchilarga bir narsa deb qo'ymang tag'in. To'y buzilib ketmasin.
Oyijon, nima men sizga dovdirmanmi? Suvlar to'lqin. Singilcha mana Gultumrot ekan, mamo qaymoq qizi qanaqa qiz? Voy, aytsam ishonmaysiz. Shunchalar yaxshi qiz nechta bola bilan gaplashgan bo'lsa, bittasini olmagan. Yana ko'yni bosh bechara. Yarim kechasi qaysi yigit sovg'a olib kelsa, erim men olib qoladi, baraka topsin. Aya, hamsayalikda mojaro bo'lib jopti. Qizini to'yi buzilibdi. Yaxshi ham suvchilar menga uchramagan bo'lsa, shunga ham men aybdor bo'ldim. Aytaytu, men bunga aytdim, oqshom bo'lgandan keyin shom payt molla tagiga bormay jinchalar dedim. Ana, to'g'mi ketgan shekilli. Ha, esingizda yo'qmi to'ydan oldin Yaponiyaga olib boraman deganingiz? Men tayto emas, tangimman. Tangim yaponiyalik emas, koreyalik-ku. Rostdan jinchalga o'xshaydi. Yaponiyaga olib boraman deganmidingiz? Gapingizda turing, mushik. Mujiklab tashlama, Yaponiyaga olib borsam bo'ldimi? Bo'ldi, jir. Xotin, mana Yaponiya. Qasamxo'r, bu Yaponiya emas, hamsoya qishloq-ku. Zato oti Yaponiya-ku. Postoyanno shitib aldab kelgansiz, sizga ketgan umrim. Bo'pti, o'zing nima? Yaponiyami? Ha. Bo'pti, jir. Olib borsam olib boribman. Mana xotini Yaponiya, mana sakura daraxti. Siz men detski ko'ryapsizmi? Bu sakura emas, Polonya. Yaponiya emas, Sergili-ku. Bu xotinlar ham pishiq bo'lib ketdi. Oxiri Yaponiyaga olib bormasam qutulmayman shekilli. Ha, jir. Senga haqiqiy sakura kerakmidi? Ha. Mana. Qale, o'zim Yaponiyadagidek his qildim. Bu nima? Sakura bu gazlanmagan yaxna choy bo'lib, yevropeyskiy ingredientlar va nemis texnologiyasi asosida tayyorlangan salqin ichimlikdir. Voy, kaloriyasi ham boshqa shirin ichimliklarga qaraganda ancha kam to'g'ri ovqatlanmoqchi bo'lganlar ichsa bo'lar ekan. Конечно, bir Yaponiyaga borsang borganday bo'lib, 6 xilidan oldim. Rahmat, Yaponiyaga bordim hisob. Endi Koreyaga olib borasiz. Yaponiyaga olib boring dedi, Sakura abri qutuldim. Endi Koreyaga olib boring deyapti. Bundan buyoqqa polni qulog'i lamoylama shekilli. Chichi. Bolalikdagi hayit bayrami. Arafa kuni hammanikida osh qilinardi. Yema qalamchasini, yomon bo'ladi. Hamma uyda osh qilinishini bilib turib ham bir-biriga osh chiqarilardi. Osh olib chiqilgan idish ham hech qachon bo'sh qaytmasdi. Oyim beraverdilar. Rahmat. Bu ham osh ekan u. Uzoqdagi qarindoshi uyiga osh olib borish unchalik yoqmasdi. O, Karim tog'amnikka men olib boraman. Men olib boraman. Agar u ko'p hayitlik beradigan qarindoshing bo'lsa, borish hattoki talash bo'lardi. Ertasi kuni har xil oshlardan iborat mix oshni oying isitib, loqli nonushta tayyorlardi va bu oila davrasida boshqacha ketardi. O'sha kuni eng qiziydigan joy bu qo'y bozori bo'lsa kerak. Aka, bu kichkina-yu. Ukam senga so'yganimi yo uylanmoqchimisan? Umrida supurgi ushamagan ayrim qizlarga o'sha kuni o'zini ko'rsatib olishga imkoniyat tug'ilib qolardi. Assalomu alaykum. Ko'ring aka, bo'ldi, nima qilyapsiz? O, sen nech pul yig'ibsan? Mashincha. Men buni ikkita qilib beraymi? Mana, bu ikkita pul zo'rda bu. To'plagan hayitligimizni hisoblab bir-birimizga maqtanardik va 10 ming pulimizga 100 minglik plan qilardik. Va baribir oxirida oladigan narsamiz aniq. Xo'rozqand, olmaqand, bodroq va hokazo. Baribir bolalikdagi bayramlarning fayzi boshqacha bo'lardi, nima deylar? Yoshlik sani o'ylamagankan. Dadangga aytib qo'y, yoshiga yarasha qiliq qilsin. Oyingga aytib qo'y, o'zini olmasin. O'g'lingni xonasidan topib oldim. Ichyapti shekilli-ya. Aytib qo'y, agar yana bir marta ko'rsam o'tiradi. Ha? Uyda hech qayerga chiqmasdan. O'g'lim, tez qaraver, yugur. Ha? Oyi, tinchlikmi? Dadangga ayt, hozir serialim boshlanadi. Pulni bersin. Ma, o'zing berib qo'y. Men qara, men xotiningga aytib qo'y, kechqurun sekinroq baqirsin. Bo'lmasa nevaralaringizga aytib qo'ying, vaqtida uxlasin. Oyingga aytib qo'y, arazlamasdan joyida yotsin. Dadangga aytib qo'y, xohlagan joyimda yotaman. Voy, taksiga ketmay tursin, narsam topib ketibdi. Oyingga ayt, o'zi shoshilyapmiz, kech qolamiz. Uydagilaringizga ayting, tortishvermasin. Oy, keliningizga ayting, vobshe aralashmasin. G'opporga bularga ayting, hammasi tez mashinadan tushsin. Sudralmasdan tezroq yuring. Ana uni qara. Ho'kizda erkak cho'chqaga o'xshab valasab haydab olgan, yonida bechara xotin piyoda ketyapti. O'l, so'qin. Latta, uyalikda xotiniga mindirib qo'yib, o'zi duxuni berib piyoda ketyapti. So'tak. Qul. Ossang bo'lmaydi, men buncha og'irsan-a. Odam befarasat bo'lsa ham qiyin-da.
Belik bechara sinib ketaman deyapti. Ana ikkalasi yalpayib cho'chqaga o'xshab o'tirib olgan. Mol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapirmayman deyman majbur qiladi. Tayyor belik turib ikkita tupoy piyoda ketyapti. Ha, qo'y kallalar.